أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. أما بعد. عندي هنا درس أدب الزوجة. أدب الزوجة أعرابية توصي ابنتها ليلة زفافها. أدب الزوجة يعني خاتون كشنينكي رايح لغن أدب أخلاقي. أعرابية توصي ابنتها ليلة زفافها. أعرابية يعني شو بدوي شو بيشيلغن أرب أيالن demekçi. Köçmen turmuşta yaşayan. توصي ابنتها ليلة زفافها. Kızıga toy keçisida söz tapılgan, vasiyet kılıvatkan Arabiye bedevi ayal demekçi. Zifaf degan toy. Toy keçisi. Yani yetkab ötkizilgan şunu zifaf deymiz. Yetkab ötkizishni. Ziffa yazıp. Mana toy kuni ketsek bo'ladi. Shu yetkab qilgan kuni kashitga qilgan vasiyat demek. Yani şu keşfet bir ağaçlar ki, tamam şu keşfet bir bulun, ağaçların ki yapıldı. Ne ya şunda ağaçların ki, şunda tapılakta uydun çıktılan çağlar. Ey bunayye, ey kızım, innel vasiyete lav turiket li fadli edebin terektuha lidalike minki. O minki olmaydı o kızı istaflı olsa. Ey kızım, vasiyet yani işte tapılaş. Tapılaş, takipleş, zikileş. Bular nihayet edepli olganlıktandır aydan. Tapılaş acısında kılgan bolsa, ben size tapılap zikret kutlamaydım. Yani siz şunda edep ahlakta fazilet etken kızsınız. Şunda adım onda, velakinneha tezkiratul gafil. Lekin zikirleştigen bir gaflet kağan, isli kalmayan bir kişiye eski ibaret. Edep ve artıqlık ketdi. To'liq bo'lganlikdan jikilash bo'lmaydigan bo'lsa, masalan birisini edeplik ham to'liq bo'lsa, jikilash ajitsiz bo'ladigan bo'lsa, men sizga jiklab o'tmaydim. Chunki sizning edepingiz endi yetarli to'liq. Lekin ajli edepli kishi bo'lsa-mu, gaplar qolmasin, eslatib qo'yaydi-da. Ve ma'unatul aqil. Yani aqil kishiga yardım bo'lib qolsin, foydasi yetib qolsin deb yana jiklaydigan ish bor. U bilmaganlikdan u adabni bilmaganlikdan jiklaydigan ish yo'q. Bilganligimizni jiklaymiz. Hozir bu shuni adabimiz. U qiziga Arabiya ama diqqat qiling. Arabiya. Yani bu shaharda yashaydigan, noat sulkat, adab o'rganib shunda bir qoidasini bilib ketgan, gap qo'shishni ustamda bir ayol emas, badaviy ayolni gapir. Mana aşkı dikkat tutmayın da bundan sonra. Yani siz şurada edeple size bildiriş için davet mayına oturup koyaydı. Übüt için davet mayına lekin eslik koyaydı. Dikkatlilikte unututamıyorsun mağın dep tekratımı elmekçi. Muşun ozu edep azı. Ey bunayye, inneki farakti beytekillezi minhu harayti. Siz aziz çıkıp batkan muşu uyumuzdan ayrıldınız dedi. Minhu harayt degan siz şu dünya kelgan uyingizda ayrıldınız dedi. Ve o şekilledi fihi darajdi. Siz o'sib ketilgan uyingizdan ayrıldınız dedi. Osh degan bu ko'pincha bunda daraxtda bo'ldi. Changa. Daraxt ustidagi changa. Endi u vaqtda vakir deymiz. Siz o'sib ketilgan shu uyingizdan, changingizdan ayrıldınız. Daraj degan tadrijiy deymiz. Daraja asta itilib cho'ng'ilgan demak. İla vakrin lam ta'rifi. Siz bilib bakmagan bir uğuğa yetkeldiniz. Yani uyumuzdan yani bir uğuğa yetkeldiniz. Lam ta'rifi. Bilmegen, tanımagan bir uyga mamaslardır. Ve qarinin lam ta'lafi. Siz köngen bir cüptünüzden kaçılamaktadır. Qarin degan davomliq birga yuradigan. Qala qarinuhu fakuni lahu amatan. Shuna siz uningga bir didek o'rni bo'lanki, u sizga qul o'rnida bo'lg'ay. Ashunda xizmatini qiling. Ashunda xizmatini qilsangiz, u mandan sizning qulingizdek sizga shunda xizmat qiladi. Yani talar shunda herit chaq nakasib qilib, pul tepib shu xonimga kelib turgan gap. Shuni baqlagan gap. Yani qul o'xshash. Vahfazi lahu khisalan 10. Uningga qarta 10 xislat, 10 fazilatni qo'ldan berman. Amma ula va thaniya, hamda birinchisi va ikkinchisi shu 10 xislatni fashabihi bil
qana'a. Bunga qanoatchilik bilan hamra bo'ling. Uni apasa, uni ketdim, o'ygimani apasa, manda o'y apasa, o'ygimanda biz apasa deb unda besha otmaymiz. Qanoatchilik bilan. Nima chirpasa ma'qulda. Imkoniyat yetmaydigan narsa bilan besha otmay. Hammada munda qilib munda qilsa qumunda. Munda apamlar deb unda besha otmaymiz. وعاشريه بحسن السمع والطاعة. İkincisi, onunla itaat məlləqlər, gepini yaxşı anlaşıla turmuş kuran, yaşandır. Aşiri degan yaşaş, bilir yaşaş. Ve aşiruhunna bil ma'ruf. Bunlardan şiraylıqça ötünlər, turmuş kuranlar deyil. Yani ondan bir gepini anlamayan yapamazsa. Ötken kedasta ma aşarahu minna raculun zuğa. وأما الثالثة والرابعة شنجة تنسكاسك فالتفقد لموضع عينه وأنفه. Onun közü tutulgan jayga, burnu turaydigan jayga diqqat qiling. Yani shu joyni yo'qlab turing demak. Tazliq qiray qiling, xushpiraq-purashga diqqat qiling. Tafaqqud degan tekshirib turing, yo'qlab turing demak. Fatafaqadat tayr. Fatafaqadat tayr. Bunda tekshirib, yo'qlab, kim bor, kim yo'q degandek. Demak, shunda joyni qaraydigan va turaydigan joylarni tekshirib, yo'qlab, tozalik va boshqa ko'rinishga tayyorlanamiz. Diqqat qiling. Fala taqa'u aynuhu minki ala qabihin. Anda tekshirib tursangiz, yo'qlab tursangiz, diqqat qilib tursangiz, uning ko'zi sizdan bir qabih narsani ko'rib qolmag'ay. Qabih bir narsa ko'zi chiqib qolmag'ay. Wala yashumma minki illa atyabari. Sizdan faqatlam eng xushpuraqni tursin. Bu nima diqqat qilgan ishlar. Ve emmel khamisatu ve sadise, 5. 6. sifat bo'lsa, fattafaqqudu li vaqti manamihi ve ta'amihi. Uxlaydigan vaqti bilan tamoq yeydigan vaqtini tekshirib turish, yo'qlab turish, shuni diqqat qilish. Ya'ni soat nechida uxlaydi, qachon tamoq yeydi. Tamoq yeydigan chog'da tamoqni tayyor qilib o'qish kerak. Fa innal ju'a malhabatun. Chunki ochliq degan o't turgan narsa. Qo'saq bir eshib ketsa, qo'saq qizib ketadi. Achchiqlig'iga. Qandagi shikar chiqib ketadi. Shundan ondan achchiqlik urishgan gap uni talab qiladi. Shunga har kishininki qalbiga anqis yo'l nima? Gelir. Har kishining qalbiga anqis yo'l gelir. Ammo uni joyida turaydi. Undan o'xshitib tamoq bersa, ayolni yaxshi ko'radi. وَتَنْغِيسَ النَّوْمِ مَغْضَبَ. Uyquni kesilib tashlash, uyquni uzib qo'yish. Chalib uyqu qilish, quloqlarini o'tib qo'yib, gap so'rash uchun. Yoki bayram qilib, varanchilik qilib, bolani quloqlari yig'iltib, narsa achchiq gap turgan narsa ish qo'yadi, mag'daba. Yani quloqqan chig'ida eringiz, sinat uyni kechalib tuting, varanchilik, taqut yoki bolani yig'iltirgan bunday ishni qilmaymiz. Va amma as-sabi'atu was-samina, 7-8 kelsak, fal-ihtirasu bimalihi, yoki limali desak. Yani uning mol-mulkini asram, qo'g'damiz. Wal-ir'a'u ala hashamihi va 'iyalihi. Uning xizmatchilari, qo'lga xizmatchi yoki qulluqlab tashlamasdan. Yoki barchaqlar baqirgan mana odamlarning ayol bo'ldi. O'sha barchaqlar olsun, xizmatchilar olsun, ashundan xabar elish. Hasham chiqsa boqishgan mana. Yo'q, hasham degan xizmatchiga ma'noda. Ayol degan baqirgan o'zing bolalari va boshqa yo'l odamlar. Va malakul amri fil mali, al-mulkga ishning tuguni nima? Malaklarning degan to'g'ridan darsda ishning shu ochqishi yoki shu tuguni. Mal-mulkda asas muhim bo'lgan nima? Husnul taqdir. Yaxshi mo'ljallash. O'lga bo'lsa 10 million kelmoqchi. 10 million so'm bo'lsa 30 kishilik tamoqni qilsa, boshqa isrof bo'ladi. Tamam. 10 kishi qilgan bo'lsa, 14 kishilik, 13 kishilik ortiq million kelib ishlanadi. Bundan o'tisi bo'ldi. O'sha tamoqni tekin tugib desa, ma'lum isrof qiladi. Va fil iyali husnul tadbir. Andan balchaqni boshqarishda
ishning muhim bo'lgani yoki tuguni yaxshi tadbirlik bo'lishi. Shart tadbirni yaxshi qilish. Va amma at-tasi'atu wal-'ashira, 9-10 bo'lsa, ala ta'sina lahu amra. Uningga bira buyruqmi asli qilsanman. Amran yani amran wahidan. Bir tal buyruq olsan, qanday bir buyruq olsun, uningga asli qilma. Wala tufshinna lahu sirra. Uning bira maqsadini ichib tashlaman, pashib qo'yman. Fa innaka, chunki siz in khalaftihi, uning bira buyruqni xilof qilib qolsangiz, mesela bazar çıkmazsa çıkmış. Ev garti sadrahu, onun oğuzunu kaynatib qo'ysangiz. Ev garti, yani açığını keltirsangiz, oğuzunu kaynatsangiz. Ve in afshayti sirrahu, onun sirrini pashib qo'ysangiz, lam ta'mani gadrahu, onun vafosizligidan xotirjam bo'lolmaysiz. Yani sizni talaqlik qilish mumkin. G'adr degan vafosizlik qilish, ya'ni so'zni tutmaslik. Yoki tashlab ketish ham mumkin. Shuni g'adara deymiz-ku. G'adara degan kettirgan bo'ldi. Sizni qo'yib o'tishi mumkin. Unda xotirjam bo'lmay qolsangiz, bir atchil kelsa, bir ishdan qo'yib o'tishi mumkin. Thumma iyyaki wal faraha bayna yadayhi in kana muhtamma. Onun hazır eylan, iyyaki, herkes bunda qilmam. Hazır eylan. Nimadan wal faraha bayna yadayhi. Hazır eylan, herkes qilmam. Nima narsa? Eringiz g'amga chekib qolgan, bir ish beshini qatirayotgan, muhtamman degan bir ishni boshqa turib bunda o'ylanayotgan, tatib olmay qolgan bunda bir ahvolda yoki g'am qayg'u ichida bo'lgan ahvolda, minal hammi wal ghamma deymiz-ku. Ham degan shunda bir nima g'am besib olgan. Unda holatda siz uning oldida hargizmi xushal qiram bo'lib ketmang. Wal ka'abata bayna yadayhi idza kana fariha. U irin xushallab ketgan chog'da, ma'lum bir ishni xushallab, ko'ngli ichilib, shunda bir shad qiram turgan vaqtida siz chiroyingizni o'zgartirib, qabulliq chiroy bo'lib turmang. Ka'ba degan qabulliq chiroy. Chiroyingiz o'ngson. فإن الخصلة الأولى يعني الخصلة يعني خصلة فإن الخصلة الأولى çünkü birinci xislat min at-taqsir. Birinci xislat deganimiz shu g'ambasi vag'am bo'lsa, eringizni oldida xushalliqni zar qilish, bundan min at-taqsir, salqirash, beparvolik qilish deganda taqsir. Bir narsani joyida o'rindimaslikdan kelib chiqadi deydi. Va taniyatu min at-takdir. İkinci türü bo'lsa, ikinci xislat degan al-ka'aba bayna yadayhi in kana farihan degan. İza kana farihan. Eringiz xushal chog'da qapiliq chiroy olib o'tirish, nimadan takdir, uning kayfini buzish, fayzini buzish deganday. Kadara degan loy zo'q degan bo'ldi. Demak, shuni tuzukligini leytitish degan takdir. Bundan buning kayfiyatini tuzukligida xushal bu leyt bilan buni kayfini buzganday. Wa kuni ashadda an-nas lahu i'zama. Siz ununa cho'ndirgan, bak hurmatini qildigan bo'lang. Kishilarning ichida eng hurmatini qilgan odam siz bo'lang. Yakun ashaddahum laki ikrama. Shunda qilsangiz, eringiz kishilarning ichida izzatingizni qilgan kishi bo'ldi. Ta'lami, bilingki annaki la tasilina ila ma tuhibbina hatta tu'thiri ridahu ala ridaki. Bilingki siz o'zingiz yoqtirgan narsaga erisholmaysiz. Taki tu'thiru ridahu ala ridak. Uning rozig'ini o'zingizning rozig'idan a'lo bilmagicha siz yaxshi ko'rgan narsaga erisholmaysiz. Va havahu ala havaki. Uning yoqtirishini o'zingizning yoqtirishidan a'lo bilmagicha siz murodingizni yetolmaysiz. Hava degan yoqtirish, yoqtirish. Fima ahbabti va karihti. Yani siz yaxshi ko'rgan ish bo'lsin, yomon ko'rgan ish bo'lsin, erinizning yoqtug'ini, erinizning roziligi shu oldin o'rin tutsin. Vallohu yakhiru laki. Yakhiru, bu khara yakhirudan chiqqan. Khara
Şöyle sizga yaxshilikni tanlab bergay deb duo qiladilar. Yuxayyir desakmi, sizga tanlab bergan mumkin. Yuxayyir ki o'sitda sizga tanlash huquqini bergan bo'ldi. Sizni tanlatadi degan bo'ldi. Lekin o'g'anikan sizga Alloh taolo tanlab turdi. Yaxshini tanlab turdi, munosibni tanlab turdi. Ya'ni Alloh taolo sizga yaxshi o'bdan munosib xayrlikni tanlab bergan. Xara deganing kelgan. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.